Assalomu alaykum aziz birodarlar, Alloh kuningizlar xayrli va barakatli qilsin. Xo'p, Indeksga yarmarka tomonidan kiraverishda razvorot qilib kelasizlar. Mana shu yerda mashinalar parkovka qilsanglar, Changan avto saloniga to'g'ri kelasizlar. Mana Changan avto salonida mashinalar mana shu yerda. Yuk mashinadan boshlab salon shu to'g'riga joylashgan. Hop. Yuk mashina bor, avatar bor. Avatarda 12si, G318, Depal 07, bu pistashkasi, bu ham 07, 03. Mana shu qator. Keyin ichkariga kiriladi. Shu qatordagi mashinalar, avatarlar bor. Kelganinglarda parkovka qilasizlarda to'g'ri tushaverasizlar. Shu yerda Depal bor, Dongfeng, asosan avatar, zikr, avatarlar, Depal S05, mana Changan avto, mana salon. O'sha salon Changan avto bizga qarashli. Bu tomonda Depal S03 bor, S05, S05lar qator orasiga S03, S05. Mana shu qator mashinalar shu Changan avtoga qarashli. Shu kelganinglarda yarmarka tomonidan kelib razvorot qilasizlarda mashinani parkovka qilib, mana shu burchakka to'g'ri tushaverasizlar. Dongfeng ham bor, hammasi bor. Pastda ham telefon raqamlarimizni qo'yib o'tamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Asosiy mana shu kirganinglarda zontik tagida mana shu mashinalar Changan avtoga qarashli. Qator shu mashinalar. Kimga qiziq bo'lsa, telefonga chiqsanglar narxlarini kelishamiz. Assalomu alaykum.